Betwinnerdan tez va oson ro'yxatdan o'tish ko'rsatib o'taman. Betwinnerga kirib olganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda 3 xil usuli bor. Eng oson usuli bir bosishda va telefon orqali. Ikkalasidan birini tanlaysizlar. Birinchisi mamlakat, ikkinchisi valyuta. Xohlagan valyutangizni o'ynasangiz bo'ladi. Keyin bu joyga promokod kiritamiz. Katta harflar bilan VIB 500. Bu yerda bonusda sport uchun kazino gamit o'ynashni tanlasak bo'ladi. Ikkalasidan birini tanlaymiz. Sportda qoldiraman men. Mana uchalasini bitishga qilamizdan ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Bu yerdan kapchadan o'tishimiz kerak. Piyodalar o'tish joyi deyapti. Mana o'tish joyini belgilaymiz. Agar yana chiqsa yana belgilaymiz. Va tasdiqlashda bosamiz. Mana bizga login bilan parol berdi. Buni esdan chiqmasligi uchun screenshot olib qo'yamiz. Pastdagi keyingisi tugmasini bosamiz. Bu yerda pastda menu degan joyga bosamiz va bu yerdan shaxsiy ma'lumotlar degan joy turibdi, o'shanga bosamiz. Bu yerda do'stlar, akkauntingiz yanada ishonchliroq bo'lishi uchun telefon raqamini ulab qo'yishni maslahat beraman. Mana bu yerga telefon raqamni terib faollashtirishga bossangiz, kod keladi, o'sha kodni tasdiqlasangiz telefon nomeringiz ulanadi. Eng asosiy joyi mana bu yerda ma'lumotlarni to'ldiring degan joyi bor. O'shanga bosamiz qalamchaga. Bu yerdagi pasport ma'lumotlarimizni to'liq kiritib chiqamiz. Xato kiritsangiz pul chiqarishda xatolik bo'lishi mumkin. O'shaning uchun barchasini to'g'ri kiritib chiqsangiz sizga hisob to'ldirish, pul chiqarishlarda umuman muammoga duch kelmaysiz. Bu yerga familiyasi, bu joylar oson. Mana bu kerakli joyini tushuntiraman. Bu yerdan ID hujjat deysizlardani, bu yerga pasport seriyasi, masalan AD AS bo'lishi mumkin. Keyin bu yerga raqam yoziladi. Keyin berilgan sanasi o'z pasportida bor, uni topib kiritamiz va kim tomonidan berilgan. Bu joyga masalan oxiriga deysizlardan saqlash tugmasini bossangizlar ma'lumotlar saqlanadi va OK deb bosamiz. Bo'ldi. Keyin sizda qalamcha yo'qoladi. Ular qilib bo'lgandan keyin nastroykaga o'tamiz. Mana burchakda mana hisob to'ldirish, pul chiqarish. Hisob to'ldirishda Humo Uzcard bo'limlari mavjud. Qaysi orqali to'ldirsangiz, shu orqali chiqarasiz. Hozir ishlamayapti ekan, keyinroq ishlab qoladi bu.